Ko'pchilik aytishadi, menga bachadonim tushgan, yaqinlik paytida og'riq bo'ladi, belimda og'riq bo'ladi, yurganimda diskomfort bo'ladi, pastimga xuddi nimadir tiqilib turgandek bo'ladi deyishadi. Bu narsani siz o'tkazib yurganingiz bilan, kutganingiz bilan, o'zi yaxshi bo'lib qolar deganingiz bilan vaqtingiz ketgani qoladi va bu holatingiz sizni kundan kunga yomonlashadi. Ya'ni sizda o'sha bachadon to'laqonli chiqib ketgandan keyin, operatsiya holatiga kelib qolgandan keyin intim gimnastika ham yordam bera olmaydi. Endi qarang, siz intim gimnastika bilan shug'ullanib, toza sohangizdagi muammolarni, tushishlar, kengayishlar, bachadon tushishlarni birinchi, ikkinchi darajalisini bemalol bez operatsiya, lazerlarsiz ko'tarib olsangiz bo'ladi. Faqat siz o'zingizdagi muammoni bilishingiz bilan hal qilishingiz kerak, vaqt o'tkazishingiz kerak emas. Nechta ayollar menga kelishadi, mana hozir ham offline darslarimni o'sha tugatdim, aytayaptilar. Men pampersda yurardim. Bo'ldi, xo'p, yaxshi aytib oling. Men pampersda yurardim, normalniy yo'tala olmasdim, yugura olmasdim, sakra olmasdim, kula olmasdim deydilar. Zo'r pudra, makiyajlarni qilib to'ylarga ketardik, lekin pastimizda pampers bo'lardi. Juda ham uyatli holat qizlar, ayollar uchun. Shuning uchun hozir ilojisi bor. Siz o'zingizni sog'lig'ingizni tiklab olishingiz bo'ladi bemalol. Xohlasangiz onlayn, xohlasangiz offlayn qatnashishingiz bo'ladi. U hammasi o'zingizning qo'lingizda. Vaqt o'tgani bilan sizning muammolaringiz bartaraf bo'lib qolmaydi. Qachonki siz shu mas'uliyatni qo'lingizga olib, sog'lig'ingiz ustida ishlab, mayli bitta ko'ylak ham kiyasiz, mayli bitta atir upa kamroq, arzonroqdan olarsiz, lekin ko'chalarda, bozorlarda, to'y-hashamlarda mazza qilib yurasiz, o'zingizga ishonchingiz ortadi. Hammasi o'zimizning qo'limizda, tanlov ham o'zimizning qo'limizda. Shuning uchun qarorni tezroq qabul qilinglar.